Mani ismim Yusufxon, familiyam Shokirov. Quva tumani Tolmazor qishlog'idan kelganman. Bu yerda hamma sharoitlar nihoyatda yaxshi. Hamma yo'q joyida. Moliyaxonaga kirsangiz, bu ham приятно, hamma yo'q pokiza. Sizdan so'raydi, holatingiz qanaqa, yaxshimisiz? Shuni qo'ysam bo'laveradimi, ko'taraverasizmi deb so'raydi. Ha desangiz, keyin masalan oddiy misol parafin qo'yadigan bo'lsa, shu parafin qo'ygandan keyin 2 minutdan keyin kiradida, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi deb so'rab turadi. Nazorat nihoyatda yaxshi. Tekshirishlar yaxshi, hamma yo'q. Biz ulardan juda ham mamnunmiz. Qancha nima davolangan bo'lsak, biror marta bizdan yo boshqalardan g'alaba eshitmaganmiz ular orqali. Hamma yo'q yaxshi. Bizga birinchi o'rinda parafin oldim. Bochkaga tushdim. Elektroparazlardan ham oldim. Azonoterapiya shular bo'ldi. Lekin sanatoriyalarda ham bunaqa holat yo'q-da. Ko'p joyda bo'lganman men sanatoriyalarda. Birinchi kelganimizda bu yerdan o'qildan tashqariga ketamiz deb, tashqariga chiqib ketdik, keyin bir marta biz o'qilga ko'ringlar dedi. O'zar kundan ham ziyoda ekan. Keyin hech chiqmasdan shu yerda tamat qiladigan bo'ldik 3 mahal. Birinchi o'rinda nima xushmuomalalik nihoyatda yaxshi ekan. Nimaga desangiz, kirgan bemorlarga kirgan doktor ham xushmuomalalarni gapirdi, ham nimada yarim shifoda deb o'ylab qarasangiz. Birinchi bo'lib kelishimga sabab shu turmush o'rtog'im sabab bo'lgan. Shuni olib kelganman, shundan keyin Bahronjonlar bilan tanishib, gaplashib, muolajaga keladigan bo'lganman. Kelsak o'zimizni nihoyatda yaxshi his qilamiz. Hamma yaxshi bo'larkan Xudo xohlasa, kelsin. O'zlari kelib, o'zlar guvoh bo'ladi menga, biz gapimizga. Kelgan odam. Haqiqatan shunaqa yaxshi ekan deb o'zlari tan olib ketishadi Xudo xohlasa.